Salam kiçik dostlar. Ben Aqila Uygur. Bugün Ormanlıqdaki Oyunlar degan kitapның davamını okuyman. 4. bab. Şir bilan görüşüş. Balalar bayramı yaqinlashgan siri darslarimi besib o'tib atadi. Tusuq uy kelgandan keyin singillari bilan topshiriqlarni astoydil ishlaydi. Tusuq darslar yomon emas bo'lsa-mu, ba'zi topshiriqlardan bekmi zerikib ketadi. U ba'zida shundoq o'ylab qoladi. Mushu dunyoda topshiriq yo'q maktab bormidi? Agar biri mendan dunyoda eng yaxshi maktab qandoq bo'ladi deb so'rab qolsa, topshiriq bermaydigan maktab deb javob berardim. Hey, mushu maktabda shuncha ko'p darsni o'rgatgandan keyin yana tag'arda bir topshiriq bermasa bo'lmaydigandu. Tusuq shundoq o'ylagan bilan topshiriqni yana astoydil to'liq ishlaydi. U topshiriqlarni ishlab bo'lib, singillarining yeniga kerak deb turishiga ularning takrorlashgan ovozini anglab qoldi. Hey, mushu bir qitim ko'chirib olaychi, baribir o'zim ishlasam-mu xato ishlayotganman. Voydan topshiriqni oyab ketganini bu Dilraboning ovozi edi. Hukam, o'zing kalla ishlatmay kechgacha mendan ko'chirib olsang, bu senga ziyonliq. Baribir ishlayolmagandan keyin ko'chirib olsam nima bo'pti? Sen boshqalarga demasang bo'lmadimi? Men topshiriqda tuvan nomer olsam, senga sattu va ekilab ko'chirib olay. Dilrabo ishqiq qilib hadisning topshiriqini topshiriq daftariga esildi. Gulzuba uningdan daftarni qochirib bo'lg'icha tortquchlab daftarni yirtibdi. Endi obdan bo'ldimi? Gulzuba daftarni yerga tashlab xafa bo'lib, supuda yetib oldi. Dilrabo nima deyishni bilmay turganda Tusuq ularning yeniga kirdi. Ha, sizlarga nima bo'ldi? Tusuq ahvolni bilsam qasdan so'radi. Aka, men uning daftarini qasdan yirtib atmadim. Topshiriqni ko'rib baqay deb mundaq qilsam, o'z daftarini ilib qochib, Dilrabo o'zini aqlmoqchi bo'lgandek tumushqani ushladi. Akasining kirganligini ko'rib, Gulzuba o'rnidan turib ketdi. Aka, u topshiriqimni ko'chirib olaman deydi. Ko'chirma desam, daftarimni yirtib atdi. Endi men qandoq qilaman? Gulzubaning ko'zlaridan mo'ldirlab yosh chiqdi. Men yirtib atdim-u, o'zi yirtib yetib, Dilrabo g'udonshig'incha yerga qaradi. Bo'ldi qilinglar, jidallashmanglar, shanba sizlarni yana hayvonlar o'rmonligiga oparamikin da'vataman. Qo'pa ukam, men shilim bilan yemlab beray. Tusuq shundoq degandan keyin daftarning yirtilgan yerini shilim bilan yemlab, uning topshiriq ishlashiga yordamlashdi. Dilrabo akasini tushuntirib qo'yishi bilan topshiriqni o'zi mustaqil ishladi. Tusuq uning ko'ziga xuddi darsni nihoyat yaxshi o'rgatadigan o'quvchidek bo'lib ko'rindi. Ukalarim, men bugun burunroq uxlab sarda qopib o'rmonliqqa berib hayvonlarning ahvolini egilab qopib o'rmonliqqa berib Ukalarim, men bugun burunroq uxlab sarda qopib o'rmonliqqa berib hayvonlarning ahvolini egilab kelay. Sizlar o'rninglardan turib bo'lg'icha ketib bo'laman. O'rmonliqda boshqa gap bo'lmasa, sizlarni hayvonlar arasiga oborib o'ynataman. Esinglarda bo'lsin, ata o'rmonliqqa bormoqchi. Dadam bilan opamga maktabga o'rgangili boramiz danglar jumu. Ma'qul. Gulzuba bilan Dilrabo baya ranjishib qolganini unutib, tag'in javob berdi.
Səhərdə ormanlıqның havası tolumu saf və salqın idi. Türlü quşlar bəsişiyotgandek toxtamay sayraydı. Quşlarning har xil ovozlari birlashib, xuddi bir umumxo'r aytayotgandek kayfiyatni shakllantirgan edi. Tusuq ormanlıqdan o'tib, Helqi o'tloqqa kelganda oldiga ko'k toshqon bilan seriq toshqon chiqdi. Tursunjon aka, biz sizni cho'qim keldi deb bu yerda saqlab turgan edik. Ajab yo'qolib ketdingiz-ku. Ha, toshqonjonlar, bu yerda nima qilyapsizlar? O'zinglar yaxshi turayotgansizlar. Ha, sizni saqlab turyapmiz dedik-ku. Yo'lbars bilan Shirning ahvoli qandaqroq? Aldın qaytib kelganda Yo'lbars bilan ko'rishib, Shir bilan ko'rishmabdikansiz. Shir rostdanla og'rib qoldi. Biz tunugun Shirni yo'qlab keldik. U men tusuqqa nima yomonlik qilgan bo'lg'aydim. Uni o'zimga yaqinchoqlab yursam, Yo'lbarsni yo'qlab meni yo'qlamay ketibdi. Qaraganda Yo'lbars Tursunjonni o'ziga qartib olgan o'xshaydi deb bek qaynab so'zlab ketdi. U ikkinlar tusuqning oldini to'sib, turinglar, kelsizlar bu yerga boshlab kelinglar degan edi. Shunga toshqonlar yana bir muncha gaplarni qilgan bo'lsa-mu, tusuqning quliqiga kirmadi. Aslida u Shir bilan ko'rishishga kelgan edi. Tusuq o'zining hayvonlar o'rmonligidagi g'oyibi imtiyozdan foydalanib, Yo'lbars bilan Shirdan tam foydalanmoqchi edi. Amsa meni Shirning yeniga boshlab beringlar. Tusuqning bu gapidan keyin toshqonlar tusuqni Shirning oldiga boshlab bordi. Shirmi o'ziga tava deb qaragan o'rmonlikning bir tarafini turli dal-daraxt, gul, giyohlar bilan bezab, o'zicha shah ordusdek qilib olgan edi. Demisimi uning bir haftadan beri toza mijozi yo'q edi. U tusuqni ko'rib o'rnidan turib ketdi. Assalomu alaykum, karamlik Shir. Tusuq shah demoqchi bo'lib, texi vaqt emasligini bilib, gapini yutyapti. Va alaykum assalom, Tursunjon, xush kelibsiz. Shir tusuqqa ta'zim qilib turib salom qaytardi. Og'rib qopti deb angladim, xeyli yaxshi bo'lib qolgansiz. Tusuq Shirning shah bo'lib qilishini ta'ma qilib yurgan ma'lum mushuk, borsuq qatorliqlarning yo'l ko'rsatishi bilan gul-giyohlar bilan yasalgan yumshoq kresloga kelib o'ltirdi. Shir amdi saqayib qolgandek tusuqning atrofida paypitek bo'lib yuradi. Bek hayajonlanib ketgachgimi og'zidan bir og'izmi gap chiqmayotdi. Tursunjon, Yo'lbars sizga o'ngtatur gap qilib qalbingizni ilashtirib qo'ymagandi. Hozir bu o'rmonlikqa ikkimizning bir-birimizdan podshoh bo'lishida hammadan sizning og'zingiz qaraymiz. Bir og'izla gap qilyapsiniz. Shir jiddiylashib ketgachga gapining oxirini deyolmadi. Mengu har ikkinlarning podshoh bo'lsa bo'laverdi deb o'ylayman. Sizlar bir-biringlardan qilishmaysizlar, shunga ikkinlar podshoh bo'lishga haqli. Tusuq parvosizlik bilan shundoq deb qo'ydi. Yo'q, Tursunjon, bundoq desangiz qandoq bo'ladi? Kesibla bir nima deyatsangiz bo'ladi. Albatta, Shirning maqsadi o'zini podshoh qildiraverish edi. Tusuqning maqsadi Yo'lbarsga Shirga aniq javob bermay, ularning o'rtasidan foyda olish edi. Shunga gapni boshqa yoqqa burdi. Men bugün sizden bir ishga yordam so'rab keldim. Siz
yardım beralmısınız? Yolbasının yanına berip baksam boldu. Bu gapni anlagan Şir o'rnidan sakrab ketdi. Men yana yolbasının gapini chiqarg'ildingizku. Qandaq ish bo'lsa, mana men yordam qilaman. Qani tezdan yaqinda bizning bayramimiz yetib kelmoqchi. Mening 2 singlim bor. Ular bayramga usul tayyorlamoqchi edi. Biroq usulni toza yaxshi o'ynay olmayotdi. Shunisiz ularning usul o'rganishiga yordam qilsangiz bo'ladi. Shir tusuqqa har qanday ishga yordam bergisi bo'lsa-mu, biroq usul degan so'zni tushunmadim deyish uning uchun o'yat edi. Shunga o'ylanayotgandek uyan meng'ishqa boshladi. Shu chog'da bir yonda qarab turgan mushuk Shirning so'zini tushunmaganligini bilib qoldi. Karamlik Shir oilalari usul odamlar xushal bo'lganda qildigan chiroyli qiziqarli harakat bizning tavamizlik toz aqular, mahir usulchilar tusuqning singillariga shular usul o'rgatsa bo'ladi. Shir mushukning aqloniligidan nihoyat xushal bo'lgan bo'lsa-mu, uni yolg'ondan silkishlab qo'ydi. Hey mushukjon, bugun ajab bilarman bo'lib ketibdi-ku, usulni bizni bilmaydi deb qolgan o'xshamamsan. Rost bizdagi aqu va to'zlar usul deganini qani o'z singillarimiz. Men texi ularni ekalmadim, hozir ekilay. Tusuq o'rnidan qo'zg'aldi. Hey, atboy ko'rinmaydi-ku. Shir shundoq deb turishiga bir yava at kishniginicha paydo bo'ldi. Tursunjonni mahallasiga apirib, singillari bilan elib kelgan yava at yavaşlık bilan kelib tusuqning oldida yetib berdi. Tusuq burundan at minishga amroq bo'lg'achqa atni tartinmayli mindi. Yava at tusuqlarning mahallasiga qarab uchqandek chapdi. Yaraysan mushukjon. Tusuqlar uzoqlab ketgandan keyin Shir mushukni maqtab ketdi. Baya tusuqning oldida seni yolg'on silkishlab qo'ydim. Sen meni o'ng'aysizlikdan qutuldurding. Men podshoh bo'lgandan keyin Shir asli men podshoh bo'lgandan keyin seni o'ng qo'l vazir qilaman demoqchi bo'lgan edi. Mo'g'ulning ko'ngli kelib qolmasin deb gapini tezda o'zgartdi. Mushukjon, sen odamlar bilan ko'p aralashgan, ularning qo'y-paylarining qandaq ishlarni qilganligini obdan bilasan. Shunga ikki to'shqon bilan tusuqning singillariga usul o'rgatishga mas'ul bo'linglar. Biz ularni ranjitib qo'ysak hargiz bo'lmaydi. Bu mening podshoh bo'lish bo'lmasligim bilan munosabatlik. To'shqonlar bugun tusuqni yo'lbosning yeniga ekatmay, yenimga ekalganlarga rahmat. Ko'k to'shqon bilan seriq to'shqon mag'rurlangandek quloqlarini dengiga aytib qo'ydi. Sizlar tusuqlar kelganda ularni qushlar mahallasiga apirib, aqular bilan to'zga ahvolni aytib, ularga eng chiroyli usullarni o'rgatib qo'yinglar. Ko'p o'tmay yava at tusuq Gulziba va Dilrabalarni elib keldi. Gulziba bilan Dilraba Shir mo'lun mushuklarni ko'rib, qo'rqib tusuqning keyniga o'tib oldi. Dilraba rostdan ho'kirab yig'lashga boshladi. Aka, bizni qandaq yerga
ekilip koydum. Dilraba korkkandan gözlerini yumup aldı. Güzba Dilraba'da köңіреп yığılmağan bolsa tusuqqa çımayıp algan idi. Şir Güzba bilen Dilraba'nın korkuvatkanlığını bilip müşük bilen toşkanlarga şerat kılıp koydu. Tursuncan aka okularınız bek çıraylıkken biz ularını Kuşlar Mahallesi'ne apırıp usul öğütemez. Kanda usulunu öğrenemem dese şunda usul var. Bular nemişke yığılaydı. Ular sizlerini burun körüp bakmağın şuna tusuq nemede pişendirişini bilemedi. Okularım boldu, korkmağlar. Ular bizning dostlarımız. Sizlerge ziyan geçlik kılmaydı. Şir moğlun müşük toşkanlar tanla çöğürleşip kızlarını hatırcam kılmakçı boluşadadı. Bırak toşkanlardan bölük hayvanlarının sözünü bilemedi. Ularını hıvlap meyanlaşları ularga texim korkunçluk duyuldu. Tursuncan aka menin beslerini Kuşlar Mahallesi'ne başlap baraylı. Kuşlarının hemmesi sizler bilen yakın dostku. Toşkanlar şundaqta ularını Kuşlar Mahallesi'ne elip mağdı.